Bugun farzandlarimizni biror bir mehnatga, ilmga, hunarga bog'lab qo'yishligimiz. Farzandingiz uchun qilgan sarfingiz isrof emas. Uni ilmiga, to'garagiga, repetitoriga bergan pulingiz xayriy ehson bo'ladi. Kelajakda farzandimizni ulug' inson bo'lishi uchun qilayotgan sarfimiz haqiqiy ehson bo'ladi. Rasul akram alayhissalom 4 ta jihatga infoq qilishni aytib o'tib, 4-inchisi bo'lmish: oilangga qilgan ehsoning dedilar. A'zamuha ajron allazi anfaqtahu ala ahlik. Eng ajri ko'p qilgan infoqing, sarfing oilangga qilgan sarfing dedilar. Bola chaqangizga nimaiki qilgan bo'lsangiz xayr ehson. Agar bizni kibrga, isrofga olib bormasa, xohlaganingizni yeng, xohlaganingizni kiying. Lekin o'sha narsa sizni kibrga olib bormasin, isrofga olib bormasin. Xohlaganingizni kiyintiring bolangizga, xohlaganingizni yediring. Bu ehson bo'ladi. Faqat shu isrofdan xoli bo'lish kerak, kibrga olib borish kerak emas. Ayolingni og'ziga solgan bir luqmangda ham senga ajr bor deganlar payg'ambarimiz alayhissalom. Bola chaqamiz uchun, ro'zg'orimiz uchun qilgan sarfimiz bu xayriy ehson bo'ladi.